Zavoddagi psixopat qorovul ikkinchi qism. Voqeani boshida Jared qanaqa qilib xaroba zavodga kirgani va u yerda qorovul kimga yokida nimagadir o'qizganini eshitgach, fabrikadan zudlik bilan qochayotganida, tashqarida qorovul uni xavfli qurol bilan tutib olganligini, mana bu voqeani birinchi qismda ko'rgan edik. Voqeani davomida qorovul Jaredning oldiga yaqinlashar ekan, ularning orasida mana shunaqa qiziq suhbat bo'lib o'tdi. Give you handcuffs. Huh? Put them on. Got it? Okay. What's going to happen is the police is going to come and then you take your name and they'll get you for criminal trespassing. It's nothing these days. A lot better than me shooting you, isn't it? Was that what I heard? Yeah. What you shoot at? Shoot it. See people, I shoot at them. There If was they no- run, you shoot. There you go. Okay? Is there someone else here? Yeah. Bu suhbatdan keyin vaziyat tig'izlashayotganligini Jared sezib qoldi. Chunki uning aytishiga ko'ra, qorovulning qo'lidagi kaptar otadigan miltig'i emas, maxsus hujum miltig'i ekan. Bundan tashqari, qorovul o'zini oddiy emas, balki vakolati yuqori hudud himoyachisidek tutardi. Bu esa uni sog'lom fikrlayotganligiga katta shubha uyg'otardi. Bundan keyin qorovul Jaredni mashinasiga o'tkazib, politsiyani o'sha joyda kutishlarini aytgan va u yerda qorovul bilib qolib, jahldan xavf solmasligi uchun Jared kamerasini o'chirib qo'ygan. Shu sababli bundan keyin sodir bo'lgan voqealarni Jared oddiy intervyu sifatida aytib o'tgan. Xullas, qorovul politsiyani chaqirgan va politsiya ham naqd 1,5 soatlardan keyin yetib kelgan. Eng qizig'i, politsiya kelgunigacha ikkita o'smir bolalar zavod hududiga kirayotganini ko'rib qolishgan va bu haqida qorovul politsiyani ko'ziga tik qarab, agar bu bolalarni zavod ichida ko'rsa, ularni tiriklayin otib tashlashini aytgan ekan. Bu tahdid shunchaki quruq so'zday eshitilardi-yu, lekin qorovulning ohangi buni aksini tasdiqlardi. Bu suhbatdan keyin Jaredni politsiya bo'linmasiga shaxsiy hududga noqonuniy kirganligi uchun olib ketishar ekan. Politsiyaga yana o'sha fabrikadan xabar kelib tushdi va unda ikkita o'smir bolalar otib jarohatlanganligi ma'lum qilindi. Yaxshiyamki qorovulning miltig'i rezina o'qlar bilan o'qlangan ekan. Shunday bo'lsa-da, bolalar yaxshigina jarohatlangan va shu sababli tezda shifoxonaga ularni olib ketishgan. Keyinchalik olib borilgan tergov ishlarida aniq bo'ldiki, qorovul 62 yoshli Ken Thomas ismli odam bo'lib chiqdi va u voyaga yetmaganlarga hujum qilib, ularni jarohatlaganligi uchun 2 yil qamoq jazosi bilan jazolangan ekan. Bu voqealardan juda ham ta'sirlangan Jared o'sha fabrikaga qaytib umuman bormabdi. Lekin bundan ham qiziqrog'i, siz nima deb o'ylaysiz? Jaredning o'rnida bo'lganingizda qanaqa o'zingizni tutgan bo'lardingiz? Fikringizni va variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videolarimizni qo'llab-quvvatlash uchun esa eng kamida 3 ta xohlagan so'zingizni kommentariyada yozib qoldiring.